İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 3. bilim ailenin buzuluşu. Er-xotun münasibətinin buzuluşu. Er-xotun münasibətinin buzuluşuğa səbəb bulduğan amillar. Bu mavzuğa kirishdən avval şunu yaxşı düşünüşümüz gerek ki, İslam dini insanlar cəmiyyətini bəxtli qilish üçün gələn bir dindir. Şuna İslam dininin muqaddas şəriət qanunu insanlar cəmiyyətinin cümlədən aile hayatının bəxtsizliyi səbəb bulduğan barlıq amillarını və hər türlü yaman aqibətlərinin müqaddimlərini qat'i halda haram qıldı və kişilərini ulardan mən'i qıldı. Çünki həmməgə aniq ki, nəticələrinin qəlbilik buluşu müqaddimlərə bağlıq bolğandək, onun əksçi bulub çıxışımı, yəni şu müqaddimlərə bağlıqdır. Ağrı ıslaqlardan saqlanış üçün onun müqaddimlərdən və onunğa səbəb bulduğan amillardan saqlanış zərur bolğandək, ailə həyatının beşiğə kildiğən külbətlərdən saqlanış və onu bəxtlik halda axırıqca davam qıldırış üçün ailə hayatıda er-xotun münasibətinin buzuluşuğa səbəb bulduğan müqaddimlərdən və onunğa türtkü bulduğan bəzi amillardan saqlanış intayın zərurdur. Er-xotun münasibətinin buzuluşuğa səbəb bulduğan amillar nəhayət köp. Ularning bəzisi tövəndikilərdən ibarət. 1. Naməhrəmlərə tikilib qaraş. Naməhrəmlərdən közünü saqlaş məyli ər bolsun, ayal bolsun, hər ikisi üçün yaxşıdır və yaman nəticələrdən saqlanışının qalqındır. Şunun üçün Allah Taala Quran-Kərimdə musulmonlarni naməhrəmlərdən közlərini saqlashqa buyurub, mundaq deydi. Yəni, mömin ərlərə aytqin ki, naməhrəmlərə tikilib qaramasın. Əvrətlərini zinadan saqlasın. Mundaq qilish ular üçün yaxşıdır. Allah həqiqətən ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Mömin ayollarga aytqin ki, naməhrəmlərə tikilib qaramasın. Əvrətlərini yapsın. Ko'rinib turgan qismdan boshqa zinnat organlarini oshkora qilmasin. Əməliyyatda naməhrəmlərə tikilib qarash ko'pincha hollarda oilani buzdigan yomon oqibatlarni keltirib chiqardi. Qanchilgan kişinin birər güzəlini uçuratqanda onunğa həvəs bilan tikilib qaraşı və onunmu kişini məftun qılarlıq halda inkas bildiriş nəticəsində köngli onunğa mayil bulub arqasından çepishi, andan ikisi binormal aloqa bağlaş arqılıq onunğa bozulub öylərdəki ayallarga həvəssiz bulub qalğanlıqdan yoqlan bir bahanlar bilan ayallarını öylərdən qovlab çıxarğanlıqı, nəticədə ballarını yetim qılğanlıqı yoki ayalları bilan muhabbətsiz, bəxtsiz halda yaşashqa məcbur bolğanlıqı, köplügən ayallarningmi birər ərgə həvəs bilan tikilib qaraşı, ərningmi onunğa məylin bildirgan işarətləri bilan cavab qaytırışı və işenç bildirishi. Andan ikisi binormal yolsuz aloqa bağlaş nəticəsində onunğa işinib gah aşıq bulub qalğan, öz eriga bolsa həvəssiz, muhabbətsiz bulub qalğan səbəbdən eriga öç bulub onun öydən kiçikkina bahanalar bilan chiqib ketish arqılıq ailəni vayron, ballarını yetim qılğan qatarlıq ichinishlik ahvollarning ko'pinchisi kishilarning naməhrəmlərdən közlərini saqlamğanlıqlarından kelib çıxmaqda. 2. Ayallarning naməhrəmlərə əvrət əzalarını aytishi. Ayallarning əvrəti ikki qo'li, yuzi və ikki putidan boshqa bütün əzaları deməkdir. Ayallarning naməhrəmlər bor yerlərdə nepiz, qisqa və tar kiyimlarni kiyishi, əvrət sanalgan əzalarını ularga oshkorlashi islom shariatida to'silgan ishdir. Şübhəsiz ki, ayallarning etishdən to'silgan əzalarını içib yurishləri, əxlaqdan nisbisi bolmagan bəzi kişilərning yaman g'arazlarni o'ylash bilan jinsiy havaslarni qo'zg'atishga sabab bo'ladi. Buning bilan asta-asta yaman oqibat yuz berib qilish ehtimol. G'ayri normal ahvol yuz bermagan taqdirdimi, onunğa ko'zi tushgan va niyati buzilgan birsi uning orqasidan chapadi. Natijada el orasida so'z cho'chaklar tarqaldi. Bu ahvallarning hammasi er-xotun münasibətinə əlbəttə təsir yetkizdi. Şunu ta'kidlash kerakki, ayollarning ayollar kasalliklar bilimdə ayol doktor bar halda doktorlarga barmaslik lozim. Bu dinimizga xilof ishdir. Chunki doktormu jinsiy havasga ega bo'lgan erdir. Turlik yomon oqibatlarning yuz berishi ehtimol. G'ayri ahvol yuz bermagan taqdirdami, iffatlik, hayoliq bir ayol uchun bu yaxshi ish emas albatta. Şoňa ayal doktor bolmaganlıqdan amalsız qalğanda doktorga berişqi boludu. Barğandymı, yalğız barmaslyk lazım. 3. Naməhrəm bilan yalğız qilish.
Meyli bolsun, ayol bolsun, qaysi birining o'ziga namahram bo'lgan birisi bilan yolg'iz qilishi to'g'ri emas. Bu xotinlik munosabatiga ta'sir yetkazmay qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: "Sizlarning hech biringlar mahrimi yenid bo'lmagan ayol bilan yolg'iz qolmasin." Ayollar xotinlik hayotini qo'g'dab, oxirgacha davom qildirish uchun bu ishlarga alohida diqqat qilish kerak. Köplеген xotinlar o'rtasidagi yuz bergan jidal majaralarning ko'pinchisi bu sababdan bo'ldi. 4. Ayollarning ish o'rinlaridagi erlar bilan munosabat o'rnatishi. Aslida ayollarning ish o'rinlari erlarning ish o'rinlaridan ayrim bo'lishi intayin zarurdir. Har qaysi islom davlatlarida shunday bo'lyotidi. Ammo mamlakatimizning sharoitida ayollarni erlarga aralashib ishlashdan mutlaq to'sqil bo'lmaydi. Shundaqdimi, ayollar ish o'rinlarida boshqa erlar bilan ishlaganda, ularning o'rtasida xizmatdoshlik shuari ostida boshqa benormal munosabatlar o'rnatilmasligi lozim. Masalan, ayol ish o'rnidagi birisi bilan xizmatdoshlik shuari ostida benormal, yo'lsiz munosabat bo'lgandan keyin, bu munosabat kundan-kunga qo'yiqlashib, hatto birga ko'ngil ichishlar chiqadigan, kino, teatrlarga boradigan darajaga yetadi. Ayol eri bilan hamisha bir xil xushal o'tolmaydi. Ba'zida bir-biridan ranjib qoladi. Bu holatlarda ayolning ko'ngli eridan ichilmaganda, u tadrijiy holda o'zining xizmatdosh do'sti bilan ko'ngil ichishni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. Oxirida har ikkisi oilasini parchalashga, bolalarini yetim qilishga majbur bo'ladi. Mana bu oila buzildi degandik. Bundaq buzilgan oilalar nihoyat ko'p. Shuning uchun ayollarning imkon qadar xizmatdoshlar bilan munosabatsiz ko'p so'zlashmasligi, ishdan tashqari birga aralashib yurmasligi kerak. Bu o'z uchun foydalidir. 5. Namahram kishilar bilan chaqchaqlash. Ma'lumki, ayolning namahram erlar bilan jo'risi bor yerda bo'lsin, yo'q yerda bo'lsin chaqchaqlashishi xotinlik munosabatiga salbiy ta'sirlarni yetkazmay qo'ymaydi. Shuningdek, mehmondorchiliklarda, ommaviy faoliyatlarda va boshqa ayollar to'plashgan o'rinlarda ayolning erining oldiga o'tib to'liparan qilishi yoki boshqalar bilan chaqchaq qilishi bakmo ayibdir. Ayol uchun kamsizlikdan yaxshi xulq yo'qdir. 6. Tansa va boshqa o'yin tomoshalarga berish. Bo'lsin, ayol bo'lsin, har ikkisining tansiga va boshqa ayol jinslar to'plashgan o'yin tomosha so'rinlariga berib, ular bilan birga tomosha qilishi yaxshi emas. Islom nazarida haromdir. Ayolning mayli eri bilan bo'lsin, mayli yolg'iz bo'lsin, tansiga berishi qattiq og'ir qabohatdir. Ayolni tansiga ilib borgan g'urursiz va vijdonsiz kishidir. Ayolni tansiga avatib qo'yib, xotirjam o'ldirgan deyus erdir. 7. Ayollarning yolg'iz shahar atlab tijorat qilishi. Bo'libmi vatanimizda yaqin yillardan beri eng ko'payib ketgan bir salbiy iqim ayollarning o'z yolg'iz shahar atlab tijorat qilishi bo'ldi. Shubhisizki, ayollarning mahramsiz holda shahardan shaharga safar qilib yurib tijorat qilishi intayin xatodir. Bu ishlar xotinlik munosabatga albatta daxl yetkazmay qolmaydi. Ayolni boshqa shaharlarga tijorat qilish uchun avatib qo'yib, o'z beg'am o'ldiradigan agar musulmon bo'lsa, Alloh taolodan qo'rqsa bo'ldi. Ko'plagan ayollarning tijorat yo'lida chiqishib qolgan kishilarga berilib ketib, oilalarini buzganlik natijasida bolalarini yetim qilganligi, oila buzilmagan taqdirdami erlarga xiyonat qilish orqali ularning obro'larini yerga urganlik qatorliq biz hamisha anglab turgan ichinishli hadislar yuqorqi xatolikning natijasi emasmi? 8. Xotin o'rtasidagi sirlarni yeyish. Ko'pincha ayollar xotinlik o'rtasidagi sirlarni sirtqa yeyishning qanchalik yomon oqibatlarni keltirib chiqarganligini his qila olmaydi. Ba'zi ayollar xotin o'rtasidagi sirlarni bir-biri bilan aytishidi. Anglagan ayollar erlariga aytidi. Oxirida berib bu sirlar avval so'zgich ayolning eriga anglandi. Natijada xotin o'rtasida jidal majaralar yuz berdi. Ayol baxtsiz, sevgisiz o'tishga majbur bo'ladi yoki oila vayron bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat kunida Allohning nazaridagi eng yomon kishi xotinchilikning sirlarini yaygan kishidir. Zina oila buzilishning eng cho'ng omili. Zina kofirlik gunohidan qolsa eng cho'ng gunoh kabirlarning biridir. Sharaflik oilalarni yerga qartadigan, obro'li kishilarni yerga uradigan, shijoatli kishilarni qo'rqinchoq qilib qo'yadigan bir razil ishdir.
Zinaning darajalari og'irlik jihatdan har turlik bo'ladi. Uning gunohlari qandaq ravishda bo'lmasin, yuqorqilardan yenik bo'lmaydi, balki og'irlashadi. Masalan, o'ziga dushmanlik ko'rsatgan boshqa dindagi ayol bilan zina qilishdan, musulmon ayol bilan zina qilishning gunohi og'ir. Natunish musulmonning ayoli bilan zina qilishdan, qo'shnisining ayoli bilan zina qilishning gunohi og'ir. Yiroq qo'shnisining ayoli bilan zina qilishdan, yaqin qo'shnisining ayoli bilan zina qilishning gunohi og'ir. Yaqin qo'shnisining ayoli bilan zina qilishdan, mujohidning ayoli bilan zina qilishning gunohi og'ir albatta. Eri yo'q ayol bilan zina qilishdan, eri bor ayol bilan zina qilishning gunohi og'ir bo'ladi. Yuqorqilardan boshqa dindagi ayollar bilan zina qilsa, uning gunohi yenikroq bo'ladigan o'xshaydi deb tushunib qilish intayin xatodir. Chunki yuqorqi hadislarda bayon qilingan zinaning dunyo va oxiratdagi jazosi zina darajalaridan eng yenik bo'lganining jazosidir. Chunki bu hadislarda bayon qilinganlar mutlaq zinaning jazosi bo'lib, bu mutlaq odatda zina darajalarining eng yenik bo'lganini ko'rsatadi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mujohidlarning ayollarining boshqalarga harom bo'lishi xuddi bu ayollarning o'z otlariga harom bo'lganiga o'xshashdir. Qandaqli bir kishi mujohidlardan ayrilib qilib, biror mujohidning ayoliga keladigan va uningga xiyonat qildigan, qiyomat kuni bu mujohid uchun uning xiyonat qilg'uvchisidan intiqom ilib berildi. Agar uning savoblari bo'lsa, mazkur mujohid uning savoblaridan xohlagancha oladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Birovning qo'shnisining ayol bilan zina qilgani boshqa yot ayollardan 10 ayol bilan zina qilgandan og'ir gunohdir. Yuqorqi zinaning odamni dahshatga soladigan gunohini anglagandan keyin burun zina ishlarini qilib qo'yganlarning Alloh taolaning mag'firatidan umidsiz bo'lishlari xatodir. Chunki Alloh taolo kichik gunohlarni yaxshi amallarning yuzidan tavbasizmi kechirdi. Ammo gunohi kabirlar zina qilish va boshqalarga o'xshash cho'ng gunohlarni qilganlarga pushaymon qilish, uningga qayt qilmaslik irodasi bilan qilingan haqiqiy tavba orqali kechirildi. Zinaning inoq oilalarni qanday vayron qilganligi, ayol ikkisining muhabbatini nafratga aylantirish orqali qanchalik gunohsiz bolalarni yetim qilganligi hammaga ayon bo'lgan, tajribalarimi uni yakunlagan bir baloy ofat ekanligi ochiq bir reallikdir. Shunga zina oilalarning buzilishining eng cho'ng omili deyildi. Oilaning buzilishiga sabab bo'lgan asosli omillar. Ailini tutib turgan narsalarning beshida ayol ikkisining bir-biriga bo'lgan sevgi muhabbati va qanoatlik keladi. Ailening buzilishiga yoki baxtsizligiga sabab bo'lgan omillar tuvandikicha. 1. Ayollarning bir-biriga ishonmasligi. Chunki bir-biriga ishonch qila olmaydigan va bir-birining orqasiga jasus soladigan, bir-biridan ayb izlaydigan ayollar baxtli hayot qura olmaydi. 2. Erning oiladagi huquqining e'tirof qilinmasligi. Bu eng xatarlik va eng yomon ahvol bo'lib, ayol erining ustunligini, huquqini tanimasa, e'tirof qilmasa, bu oila davomlashmaydi. 3. Bir-biriga qarata o'tash tegishli burchini tunimasligi. Ustidagi vazifalarni o'tamasligi. 4. Ayolning sirtda ishlashga ehtiyoji bo'lmasa-mu, sirtda ishlashi. Ayol ailening chiqimlarini qamday olmaganlik sababli sirtda ishlashga majbur bo'lib qolgan sharoitda oilasiga ko'ngil bo'lishni unutib qolmasligi. Ailening omonligini hamma ishdan oldin o'rin qo'yish lozim. 5. Ayolning pul molini buzib chechishi, zarur bo'lmagan joylarga, ishlarga pul xarjlashi. Buzib chechish oilani kambag'allikka ilib boradigan, Allohni g'azablantiradigan yomon ishdir. 6. Ayolning erini hurmatlamaslig'i. Ballarga atasını yaman ko'rsatishi. Ana ballarını atasiga yaxshi ko'rsatishga va atasining jafo mushaqqatlarini qadrlashni o'rgatish lozim. Ajdodlarimiz erni er qilganmi ayol, yer qilganmi ayol degan hikmatli so'zni qoldirgan. 7. Ailening inoqligini qo'g'dashga ahamiyat bermasligi. Chunki ayolning ailening inoqligini, amonligini qo'g'dashdagi roli cho'ng bo'ladi. Ailening inoqligi qo'g'dalmasa, er bilan ayol hamisha jidallashib yursa, bolalarning psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularning o'qish, tarbiyalanish qatorliq muhim ishlarga og'ir darajada ziyon yetadi.